Adam qani? Tabriklaymiz. Assalomu alaykum qadrdonlar, qadrbaland insonlar, hurmatli xonimlar va janoblar. Bugun biz uchun juda go'zal, quvonchli va fayzli kun. Bugun siz aziz mehmonlar bir joyga yig'ilib, yana bir bor birdamlik, mehr-oqibat va shodlikka to'la umrlarni birga tasirimiz behad xursandmiz. Barchangizga yuqori kayfiyat, baxt va quvonch tilagan holda Shavvo Tabrik ijodiy jamoasining mana shunday fayzli xonadonga tashrif buyurishining asl sababchisi o'z tug'ilgan kunini yaqinlari davrasida nishonlayotgan hurmatli otaxon otajonimiz bo'ldilar. Kenglar otajonimiz cheksiz muhabbat va samimiy qo'nchilar oqshoqli emas konsertlaringiz bilan tabriklaymiz. Zuli dunyoda orzular qilib asaro bu ramoni bo'lishga surib yuragingiz yayrab labingiz qilib yashang bu dunyoda eng baxtli va hurmatli otaxon otajonimiz. Ushbu go'zal yomingiz bilan chin qabimizdan muborak bo'lib qolamiz. Hayotingiz bardavom, salomatingiz mustahkam, ishlaringiz esa doimo omadli bo'lsin. Hadya mana shunday yaqinlaringiz yonida, farzandlaringiz bag'rida, nabiralaringiz qurshovida bo'ling deymiz. Yana bir bora tavallud kunlaringiz muborak bo'lsin. Marhamat otajonim. Sizga bugungi oqshomning eng go'zal sovg'asi otajon ushbu surpriz kim tomonidan? Kichmadingiz. Xursandmisiz? Kim nomidan keldik? Aynan kimni bo'laysiz? Marhamat taxmin qilib ko'ramiz. Kimi nomidan edi? Alloh qazoman. To'g'ri topdingiz. Ushbu tabrikni xonadoningizga fayz va barakasi yuragingizning bir parchasi. Sizni juda ham qat'iy ko'ruvchi, hurmat qiluvchi barcha farzandlaringiz tomonidan taqdirlashga sho'xaymiz. Sizlarga bilan tabriklaymiz. Marhamat otajonim, mana shu farzandlaringiz tomonidan ushbu ajoyib dilizxonlarni qabul qilib olsangiz, bugun hayotimizning eng qadrli, eng suyukli insonlardan biri. Otajonimizning tavallud ayyomi. Shu munosabat bilan otajonimizni chin qalbimizdan tabriklaymiz. Aziz otajon, siz bizning tayanchimiz, faxrimiz va eng katta suyanchimizsiz. Siz bergan tarbiya, mehr va e'tibor biz uchun bebaho boylikdir. Ilohim umringiz uzoq, sog'ligingiz mustahkam, qalbingiz doimo xotirjam bo'lsin. Har doim yuzingizdan tabassum, xonadonlaringizdan baraka arimasin. Siz bilan faxrlanamiz. Sizni juda yaxshi ko'ramiz. Tug'ilgan kuningiz muborak bo'lsin. Mehribon otajonimiz, hurmat va cheksiz muhabbat bilan farzandlaringiz. Yuz yoshda ham yonimdan arimay turing dedi. Azizlar, siz jonimdan qaramay turing dedi. Yillar tezlab misoli o'q keksalik urmasin dedi. Menga sizdan yaqini yo'q, qaramay turing dedi. Mayli chiroqlar tinsin, mayli daryolar tinsin, vaqtga alam qilsin. Qaramay turing dedi. Taqdirni yutib olay, baxtlarni kutib olay, omadni tutib olay. Qaramay turing dedi. Viqorlari tog'imsiz, hikmat to'la bog'imsiz. Ko'nglimda ardog'imsiz. Qaramay turing dedi. Turing dunyo turguncha, davron surguncha, men yulduzni urgunimcha. Qaramay turing dedi. To'ldim ahdu shaxtlarga, yaqin qoldim taxtlarga, yetgunimcha baxtlarga. Qaramay turing dedim. Tabriklaymiz, baxtimizga davlatimiz otajonlarimiz sog'-salomat bo'lsin. Tavallud kunlaringiz yana bir bora muborak bo'lsin deb mana shu barcha farzandlaringizga nabiylaringizga ro'yxat barobarini bo'ling. Tabriklaymiz, tabriklaymiz. Hayotingizni tabassum aramasin. Hayotingizni mana shu shirkatga bashirlar sizni yaxshi ko'raman. Qadringizni bilmaganim bor, aytganingiz qilmaganim. Tabriklaymiz. Ona bor dunyoda yashash boshqacha.
Onani tarifi yo'q, mehri boshqacha. Kirsa hamki 90-100 yoshgacha ona bor, dunyoda yashash boshqacha. Onajonim, bugun ertalab umr yo'ldoshingizni nimada tabrikladingiz? Marhamat, yana bir bora tabriklab, yaxshi ko'shingizni yetkazib qo'yishingiz mumkin. Marhamat, tabriklaymiz. Hürmetli mehmanlar, benim şu turmuş ortağımın doğduğun gününü tebrikliyim. Şu 120 yaş dilimim. Kızlarına, oğullarına, aktık çoğuluklarına baktığına sağ olsun. Beni baktığıma sağ olsun. Dur kadar tuttu. Tamam, bu da Atay tebrikleme. Atay tebrikleme. Atay tebrikleme. benim şeytamı, doğan günümü tebrikliyim. 100 yaşlara gelmeden günlerdir oynak günü birlikte şu aktık çoluklarının vakatını görüp oynak günü oturuşu bekleyin. Hadi beri. Neneme hem tabii Hayatım bakan cennetim en sebabında sağ olsun. Tebrikleyeyim istem. Uzak olsun. Oldu. Canı sağ olsun ha. Canı sağ olsun. Evet. Şu Atakan bilen Zümret canlılarına Allah. Atakan'ın şimdi 63 peygamber yaşayan Allah. İlahim ailesi bilen baklı, saadetli buğay ferzentleri şu aktıklarına gelin toyu, sünnet toylarını görüp oturgaylar. İlayim. Hemme karındaşlar şimdi yaxşı günde oturgaylar ilahim. Hemmeni yitirgeyşin peygamber yaşına. Sağ salamet bulgaysılar. İlayim. Siz hem sağ olayız. Atakan'ım uzak yaşasın, Zümrüt Atamlar den yaşat, den karışırlar. Bala çağısının iyilikini görsün. Allah. Aktıklarını çıkarıp, üylendirip oturduğun Kudayım. İlayim. Sağlık olun. Gürgen'in şiiri söze bittiğimiz Kudayım 120 yaşam hemmemiz yettiğimiz. Rahmet. Balama düğünü hani balama düğünü Nergize bir görün hadi be. Barış badına, ekene. Sağ ol. Assalamu aleyküm Abdullah. Aleykümselam. Atakanama bir görün aytıp berseniz. Oldu yaxşı. Canın sağ olsun ike. Ben yine şu gün Atakan'ın 60 yaşına doğulgan günü nişanlap oturan ekemiz. Şu ikemiz baklı, saadetli olsun, önü ötsün, özlerinden köpeysin. Aktık, çoğuluk, yoğuluk görmek nasip etsin. O da talan isteyen yaş versin. İlayim. Hava. Ne ki murad maksat olsa Allah'ın özü yetirsin. Hiç kalsan baktı yatmasın. Hem şehzirette ot yoldaşı bozun. Hem mağyun şu kanadına toy dep geleli. Deskrallar dötmüş bir yere keme gel. Hava. Ulu yönettirip kız çıkarıp aktık, çoğuluk, yoğuluk görmek nasip ediversin. Alın sen. Aldık yuvarla. Al. İlahim bize hemşin telebeyi boşalamak. Kudayım Atakan'a uzak olmuş. Sen de ya nişan mı söylekti Emre? Kemide 120 yaş versen Kudayım. Sağ olsun. Önü versin baktı yatmadın. İlayim. Oldu. Usta. Aklı çoluk rahatını görsün. Gör oğlunun yaşını versin. İlayim. Peygamber yaşına ilip. Sizlerden sağ olaysalar. Tebrikleyeyim Atakan'a. Ey malades. Malades. Oy oy, al göz gül kariye, kara göz gül kariye.